Erkaklar, e'tibor qiling. Agar sizni tez-tez peshob kelishi yoki pastki qorin sohasidagi noqulay og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, yechim mavjud. Sedanachi Muxtor milliy brendidan Prastamix. Turkiya an'analari va zamonaviy yondashuv uyg'unligida ishlab chiqilgan. Tarkibida 17 xil shifobaxsh giyohdan iborat kuchli formula jamlangan bo'lib, ISO va halol sertifikatlariga ega. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Prastamixni tanlang. O'zingizga bo'lgan ishonchni qaytaring. Ukrainada hammasi shunday boshlangan. Lukashenko Armanistonga tahdid qildi. AQSh Xitoyning harbiy qudratidan qo'rqmoqda. Kiyevdan katta yurish Ukraina Rostovdagi portni bombardimon qildi. AQSh va Isroil bilan kelishib Eronga yashirincha zarba berdi. VCG. Yonayotgan Parij, Fransiyadagi bayram azaga aylandi. Trump ozishi kerak, shifokor. Ebola nazoratdan chiqib ketmoqda. MCF. Ukrainada hammasi shunday boshlangan. Lukashenko Armanistonga tahdid qildi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Armaniston xalqini Yevrosiyo ittifoqi va Yevropa o'rtasida tanlov qilishda Ukrainada sodir bo'lgan voqeani takrorlamaslik uchun juda ehtiyotkor bo'lishga chaqirdi. Bu haqda Belta xabar berdi. Lukashenkoning fikricha, Armanistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan chiqishi va Yevropa ittifoqi bilan yaqinlashishi mumkinligi haqidagi bayonotlar Armanistonda 7-iyun kuni bo'lib o'tadigan parlament saylovlari munosabati bilan yangramoqda. U Armaniston rahbariyatining bayonotlarida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini kamsitish kuzatilayotganini qayd etdi. Armanlar juda ehtiyotkor bo'lishlari kerak. Xudo ko'rsatmasin. Ukrainada sodir bo'lgan voqea takrorlanmasin. Ukrainada hammasi xuddi shunday boshlangan edi. Siz buni eslaysiz. Urushdan endigina chiqqan armanlar shu sababli og'ir vaziyatga tushib qolmasligi kerak. Shoshilish kerak emas. Shunchaki o'ylab ko'rish kerak. Dono xalq bo'lishi kerak. Bunday qadam qo'yishdan oldin arman xalqi juda jiddiy o'ylab ko'rishi lozim. Men ularni faqat shunga da'vat etaman. Xalq o'z fikrini aytsa, biz unga qo'shilamiz, dedi Lukashenko. AQSh Xitoyning harbiy qudratidan qo'rqmoqda. Pentagon rahbari Pit Hegist Xitoyning harbiy qudrati ortayotganidan xavotir bildirib, ittifoqchilarni mudofaa xarajatlarini oshirishga chaqirdi. Uning ta'kidlashicha, Xitoyning harbiy qurollanishi, kengaytirilishi va mintaqadagi faolligini kuchaytirishi jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Hegistning fikricha, Tinch okeani mintaqasida biror davlatning ustunlik qilishi kuchlar muvozanatini izdan chiqaradi. Hech bir davlat, hatto Xitoy ham o'z gegemonligini o'rnatib, boshqa mamlakatlar xavfsizligi va farovonligini xavf ostiga qo'ymasligi kerak, degan u chiqish nutqida. Pentagon rahbari AQSh Osiyodagi hamkorlari va ittifoqchilaridan mudofaa xarajatlarini yalpi ichki mahsulotning kamida 3,5% ga yetkazishni kutayotganini bildirgan. Yana uning bildirishicha, Washington o'z armiyasiga $1,5 trillion sarmoya kiritishni rejalashtirmoqda. Hegist AQShning Yaponiya, Janubiy Koreya, Filippin, Avstraliya, Singapur, Malayziya va Tailand kabi hamkorlari mudofaa sohasida muhim hissa qo'shayotganini ta'kidlagan. U shuningdek, Yaponiya o'z mudofaa imkoniyatlarini mustahkamlash bo'yicha aniq qadamlar tashlayotganini qayd etgan. Eron masalasiga to'xtalgan Hegist, agar diplomatik muzokaralar natija bermasa, AQSh Eronga qarshi harbiy zarbalarni qayta boshlashga tayyor ekanini bildirgan. Biroq u prezident Donald Trump hozircha muzokaralar orqali mustahkam kelishuvga erishish tarafdori ekanini ta'kidlagan. Kiyevdan katta yurish Ukraina Rostovdagi portni bombardimon qildi. Rossiyaning Rostov viloyatidagi Taganrog porti Ukraina bilan bog'liq mojarolar sababli navbatdagi dron hujumiga uchradi. Bu haqda viloyat gubernatori Yuliy Slyusar xabar berdi. Unga ko'ra, uchuvchisiz uchish apparatlari hujumi oqibatida port hududidagi tanker va yonilg'i saqlanadigan rezervuarlardan biri yonib ketgan. Shuningdek, hujum oqibatida ma'muriy binoda ham yong'in yuzaga kelgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ushbu binoda jabrlanganlar qayd etilmagan. Biroq dronlardan biri xususiy turar joyga kelib tushgani sababli 2 kishi jarohat olgan. Keyinchalik Taganrog shahri meri Svetlana Kambulova jarohatlangan erkak va ayol shifoxonaga yotqizilganini ma'lum qilgan. Viloyat rahbari ma'lumotiga ko'ra, havo hujumidan mudofaa kuchlari Taganrog shahri hamda Chertkovskiy, Matveyevskiy, Kurgan, Neklinov tumanlari osmonida bir necha dronlarni urib tushirgan. Shu bilan birga Rossiyaning Tula viloyati gubernatori Milyayev ham hududda 6 ta dron urib tushirilganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, hodisa oqibatida jabrlanganlar yo'q va binolar hamda infratuzilmalarga zarar yetmagan. Taganrog meri Svetlana Kambulovaning ta'kidlashicha, shahar ommaviy havo hujumiga duch kelgan. Dronlar zarbasi oqibatida portdagi yuk ortish infratuzilmasi va ma'muriy bino zarar ko'rgan. Yong'in qisqa vaqt ichida o'chirildi. Rasmiylar neft mahsulotlari to'kilishi holati kuzatilmaganini bildirgan. Ayni paytda Rostov viloyatida dronlar xavfi saqlanib qolayotgani ma'lum qilinib, alohida ehtiyotkor bo'lish so'ralgan.
AQSh va Isroil bilan kelishib, Eronga yashirincha zarba berdi. VCG. Birlashgan Arab Amirliklari Eronga qarshi urushda ilgari xabar qilinganidan ko'ra ancha faolroq ishtirok etgan. Bu haqda vaziyatdan xabardor manbalarga tayanib The Wall Street Journal xabar berdi. Nashrning yozishicha, Birlashgan Arab Amirliklari AQSh va Isroil bilan muvofiqlashtirilgan holda Eron hududiga o'nlab avia zarbalar yo'llagan. Manbalarning so'zlariga ko'ra, hujumlar urushning dastlabki kunlaridanoq boshlangan va hatto aprel oyidagi sulh e'lon qilinganidan keyin ham davom etgan. Nishonlar orasida Hormuz bo'g'ozidagi Keshm va Abu Muso orollari, Bandar Abbos porti, Lavan orolidagi neftni qayta ishlash zavodi hamda Aysuley neft kimyo majmuasi bo'lgan. Zarbalarning bir qismi Tehronning neft gaz obyektlariga uyushtirilgan hujumlarga javoban Eronning energetika infratuzilmasiga berilgan Asaluye majmuasiga Isroil bilan birgalikda berilgan zarba xalqaro hamjamiyat tomonidan tanqidlarga sabab bo'lgan. VCG manbalariga ko'ra, shundan so'ng Washington Isroildan energetika obyektlarga hujum qilishni to'xtatishni so'ragan. Fors ko'rfazi davlatlari o'z hududlaridan Eronga zarba berish uchun foydalanishga yo'l qo'ymasliklari haqida bayonot berganiga qaramay, ba'zi mamlakatlar urush boshlanganidan keyin o'z pozitsiyalarini o'zgartirgan. Eron bunga javoban mintaqa davlatlarining shaharlari, aeroportlari va energetika infratuzilmasi obyektlariga raketa va dronlar bilan zarbalar berishni boshlagan. Gazeta manbalarining ta'kidlashicha, ushbu hujumlardan eng ko'p jabr ko'rgan mamlakat aynan Birlashgan Arab Amirliklari bo'lgan. Amirliklar yo'nalishida 2800 dan ortiq raketa va dron uchirilgan. Bu har qanday boshqa mamlakatga, jumladan Isroilga qaratilganidan ham ko'proqdir. Amirliklarning mojarodagi faol ishtiroki Fors ko'rfazi Arab davlatlari hamkorlik kengashi ichida kelishmovchiliklarga sabab bo'ldi. VCG ma'lumotlariga ko'ra, Saudiya Arabistoni Abu Dabining xatti-harakatlaridan norozilik bildirgan va mintaqaviy neft infratuzilmasiga javob zarbalari berilishi hamda jahon neft narxi ko'tarilib ketishidan xavfsirab AQShdan Birlashgan Arab Amirliklarini Eronga boshqa zarba bermaslikka ko'ndirishni so'ragan. Yonayotgan Parij, Fransiyadagi bayram azaga aylandi. Yevropa Chempionlar Ligasi finalida PSJning g'alabasidan so'ng Fransiya poytaxti Parijda ommaviy tartibsizliklar yuz berdi. Bu haqda Fransiya Ichki ishlar vazirligi xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, bir kishi halok bo'lgan, yana bir kishi komaga tushgan. 219 kishi jarohatlangan va qariyb 800 kishi qo'lga olingan. Halok bo'lgan yigit 2002-yilda tug'ilgan bo'lib, u tungi bayram paytida mototsikl boshqaruvi ustida nazoratni yo'qotib, beton to'siqqa urilgan. Oradan bir necha soat o'tib, 17 yoshli yigitga pichoq bilan hujum qilingan. Guvohlarning aytishicha, o'smir talonchilik sodir etganidan keyin 4 kishi unga tashlangan. Jabrlanuvchi og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizilgan. Final xushdagi yangrashi bilan Eyfel minorasi PSG ranglarida yoritilgan. Minglab muxlislar ko'chalarga chiqib, jamoa tarixidagi yirik muvaffaqiyatni nishonlay boshlagan. Ayniqsa poytaxtning markaziy ko'chalarida vaziyat keskinlashdi. Bu yerga qariyb 20 ming muxlis yig'ilgan. Bayram vaqt o'tishi bilan politsiya bilan to'qnashuvlarga, petardalar portlashiga va yong'inlarga aylangan. Tartibsizliklar oqibatida kamida 6 avtomobil, novvoyxona va restoran binolari zarar ko'rgan. Eyfel minorasi atrofida axlat konteynerlari yonib ketgan. Politsiya esa olomonni tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagan. Parc des Princes yaqinida ham muxlislar politsiyaga pirotexnika vositalarini uloqtirgan. Stadion hududiga tartibsizliklar o'yin davomidayoq boshlangan. Mahalliy OAV ma'lumotlariga ko'ra 150 ga yaqin muxlis stadionga bostirib kirishga uringan. Tramp ozishi kerak, shifokor. Prezidentning shifokori doktor Barbella Trampning umumiy salomatligi juda yaxshi ekanini ta'kidlab, yurak-qon tomir tizimi, o'pkalari va asab tizimi yaxshi holatda ishlayotgani, shuningdek, uning kognitiv va jismoniy ko'rsatkichlari yuqori darajada ekanini bildirgan. Bu haqda CNN xabar berdi. Shu bilan birga shifokor profilaktika maqsadlarida prezidentga jismoniy faollikni oshirish va vaznni kamaytirishni tavsiya etgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Trampning vazni 1 yil ichida 101,6 kilogramdan 108 kilogramgacha oshgan. Uning bo'yi 1,91 metrni tashkil etadi. Shuningdek, davlat rahbariga ovqatlanish tartibini qayta ko'rib chiqish va aspirin preparatini kam dozada qabul qilish tavsiya etilgan. Ebola nazoratdan chiqib ketmoqda. MCF. Ebola virusi nazoratdan chiqib, Markaziy Afrikada shiddat bilan tarqalmoqda. Bu haqda Chegara bilmas shifokorlar xalqaro tashkiloti xabar berdi. Kongo Demokratik Respublikasi sharqidagi Ituri provinsiyasida kuzatilayotgan Ebola bezgagining navbatdagi avj olishi misli ko'rilmagan suratlar bilan tarqalmoqda, deydi tashkilotning amaliyotlar bo'yicha direktor o'rinbosari Alan Gonzales. Uning so'zlariga ko'ra, Ebola epidemiyasi rasman e'lon qilinganidan keyin bu qadar qisqa vaqt ichida bunchalik ko'p yuqish holatlari ilgari hech qachon kuzatilmagan. Epidemiya
Epidemiya boshlangani e'lon qilinganidan 2 hafta o'tib ham vaziyat jiddiy xavotir uyg'otishda davom etmoqda. Ko'rilayotgan choralar esa kasallikning tarqalish tezligidan ortda qolmoqda. Har kuni kasallikka chalinganlikda gumon qilinayotgan yangi holatlar haqida xabarlar kelmoqda. Biroq yuzlab tahlil namunalari tekshirilmasdan qolmoqda. Shu bilan birga chegaralar va aeroportlarning yopilishi kabi jiddiy cheklovlar hayotiy, umumiy, muhim tibbiy vositalar, gumanitar yordam va soha mutaxassislarini yetkazib berishni kechiktirmoqda. Tajribamizdan bilamizki, bunday muammolar kasallik avj olishiga qarshi kurashishni qiyinlashtiradi va xalqaro ko'makka muhtoj bo'lgan davlatlarni ajratib qo'yadi, deydi Gonzales. Chegara bilmas shifokorlar tashkiloti testdan o'tkazish imkoniyatini zudlik bilan kengaytirishga, xalqaro tibbiy va gumanitar yordamni kuchaytirishga hamda epidemiya tarqalgan hududlarga to'siqlarsiz kirishni ta'minlashga chaqirmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.